16-martdan 17-martga o'tar kecha Qadr kecha. Ya'ni Ramazon oyining 27-kechasi. Bu ertaga dushanbadan seshanbaga o'tar kechaga to'g'ri kelyapti. Ramazonni Qadr kechasi 27-kechada ekanligi borasida kelgan hadislar, rivoyatlar boshqa kechalar haqida kelgan hadislardan ko'ra ko'proq. To'g'ri, Qadr kecha Ramazon oyining oxirgi 10 kunligini tog' kechalarda yashirilgan. Lekin 27-kecha ekanligi ko'proq ehtimol qilinadi. Ya'ni ehtimoli ko'proq. Biz bu oyda, ya'ni bu Qadr kechasini topish bilan xayrun min alfi shahr. Alloh taolo Qadr kecha bu 1000 oydan yaxshiroq kecha. 1000 oydan yaxshiroq bu kecha. Ya'ni 80 yildan oshiq, taqriban 83 yilga yaqin ibodat qilganlik ajr savobini olasiz. Biz avvalgi ummatlarga o'xshab 1000 yil, 500 yil hayot kechira olmaymiz. Payg'ambar alayhisalom aytganlaridek, bayna 60 va 70. 60 bilan 70 o'rtasida bo'ladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlarining yoshlari. Lekin Qadr kechasini topish bilan bu ummat avvalgi ummatlardan da ko'proq ajr mukofotga, savobga ega bo'ladi. Shunday ekan, o'tkazib yubormaymiz. Ibodatda, zikrda, Qur'on tilovati, namozda bo'lamiz. Ayollarimiz ham xuddi shunday ibodatda bo'ladi. Illo uzrli ayollar Qur'on o'qimaydi, namoz o'qimaydi, lekin zikr, duolar, istig'forlar, salovatlarni aytib Qadr kechasini o'tkazadilar.